Agar buni bilmasdan atir ishlatayotgan bo'lsangiz, sizga allergiya berib yuborishi mumkin. Yaqinda pulmonolog doktori videolari chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mashina ichida yopiq havoli joyda issiq kunda kimyoviy tarkib osvejitel yoki atomizani kuchayadi va nafas yo'lini zararlaydi. Pulmonolog sifatida agar shu holat duch kelgan bo'lsa, sizlarda tez orada havoni yengillaydi mashinani va burun tomon chayib tashlaydi va ko'proq suvli ichinglar. Bu videodagi doktor gaplariga men 100% qo'shilaman. Lekin masalaning yana boshqa tarafi ham bor. Ya'ni issiq kunda mashinangizda turgan atir, mashinangiz ichida harorat 50-60 gradus bo'lishi sababli atir aynishni boshlaydi. Aynigan atirning nima yomon tarafi bor? Birinchidan, u o'zini xushbo'ylik iforini yo'qotishni boshlaydi va aynigan asetonga o'xshagan hid kelib qoladi. Ikkinchi tomoni, aynigan atir siz teringizga allergiya berishi mumkin. Qizarish, qichishish, toshmalar toshishi mumkin. O'z dunyo aholisidagi 3% inson allergiya, ya'ni xushbo'y moddalardan allergiya bilan aziyat chekadi. Ana shu 3% insonlarning 70% ko'p atirlar yoki aynigan atirlarni ishlatish orqali allergiya bo'lib qolishgan bo'ladi. Shuning uchun atiringizni mashinada umuman saqlamaslikni sizga tavsiya qilaman.